Assalomu alaykum, qadrli Chorva Mix obunachilari. YouTube buqa albatta chorva ishqibozlari, o'zimizda ashaddiy obunachilar. Xo'p, qadrli obunachilar, bugun xudo xolasa sizlarga bitta manfaatli, zo'r bomba video tayyorlab qo'ydik. Inshaalloh videomiz sizlarga ma'qul keladi degan umiddamiz. Faqat shu mehnatimizga videoni boshidan bitta shuni like-ni bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar shunday o'tib akalar obuna bo'lib qo'yinglar. Qadrli obunachilar, mendan juda ko'pchilik so'rardi, semental buqasi qanaqa bo'ladi, uni qanaqasini olgan yaxshi, uni ham go'sht va sut yo'nalishidagilari bor ekan, yoki semental boqqan yaxshimi, Greenford boqqan yaxshimi, savollar ko'p tushardi. Mana bugun sizlar bilan xudo xolasa biz aynan semental buqasi haqida gaplashamiz, ya'ni semental buqalari va sigirlari haqida. Mavzu nimadan iborat? Semental buqasi nechta o'nnagacha go'sht qiladi, qachon kelib chiqqan, bu qaysi zotlar birlashmasi bilan semental paydo bo'lgan, nomi qayerdan olingan va semental sigiri necha litrgacha misol uchun birinchi qoringa sut beradi, necha yilgacha umr ko'radi va umri davomida misol uchun nechta o'nnagacha sut beradi semental sigiri va onajinlari necha yoshdan qochadi, ularning bolalari misol uchun necha kungacha tug'iladi. Xudo xolasa bugun sigir va buqalarini hamma ma'lumotlarni beramiz akalar. Iloji bo'lsa kommentariyaga keyingi videolarimizda xudo xolasa yana sizni qaysi zot ko'proq qiziqtiradi, ana shu zotning nomini yozsangiz, xudo xolasa sizlar uchun ma'lumot topib, unga ham video qilib chiqamiz xudo xolasa. Xo'p, qadrli obunachilar, qani boshladik. Bitta like-ni bosib qo'yamiz, obuna bo'lib qo'yamiz. Semental zoti o'rta asrlarda kelib chiqqan. Semental nomi Shveysariyadagi vodiy nomidan olingan. Semental zoti Fransiyaning Montbéliard, xo'p, Italiyaning Pisa d'Aosta d'Europa va Germaniya, Avstriyaning Fleckvieh mollarini chachishtirgandan keyin semental mol zoti paydo bo'lgan. O'sha o'rta asrlarga bog'lanadi buni kelib chiqishi. Asosan semental zoti Yevropada oxirgi 200 yillikda juda keng tarqalgan. Rossiya va Ukrainaga 19-asr boshlarida semental zoti kirib kelgan. Semental zoti hozirgi kunda asosan bizda 5 turga bo'linadi. Birinchisi mahalliy semental. Uni buqasining og'irligi o'rtacha 1 tonna 200-300 gacha boradi. Uni sigiri 500 kilodan 901 tonnagacha sementalda, mahalliy sementalni sigirning ham tonnasi bo'ladi, o'rtacha vazni uni. Xo'p, endi ikkinchisi semental va angus chatishmasi. Uni ham xuddi mana shunday, buqasining og'irligi 901 tonnadan u 1,5 tonnagacha ham boradi. Sigirlari ham 500 kilodan boshlab o'rtacha vazni 901 tonnagacha bo'ladi. 1 tonna 200 gacha ham boradi sigirlarniki ham. Va uchinchisi qora semental, to'rtinchisi sarg'ish semental, beshinchisi sembira, ya'ni semental va brahman zotlarining chatishgani hisoblanadi. Sementallarda men tug'ilgandan keyin o'rtacha 1 yosharliklarda vesi 400 kg 450 kggacha jo'y vesga boradi. 1 yosharliklardagi. Ularda kuniga 1 kg, 1,5 kgdan ham hatto ves qo'shishi mumkin semental buqalar 1 yoshardan keyin. Xo'p, yana aytib o'tadigan joyimiz bularda hosildorligi, ya'ni misol uchun go'sht yo'nalishi, sut yo'nalishi va bola tug'ishi. Sementallar birinchi naslini onajinlar 2,5 yoshda bolasini tug'adi sementallar. Semental agar buqa tug'adigan bo'lsa 40 kg, 35 kg, 40 kg atrofida buqa tug'iladi. Agar mabodo u onajin tug'iladigan bo'lsa 30 va 40 kg oralig'ida tug'iladi. Ularda jo'y besi mana shunday oralig'ida tug'iladi. Bularda semental buqasining go'shtlari ham juda shirin bo'ladi va yoshi katta semental sigirlar 15 yillik umri davomida mana shu o'zimizda olimlarning ko'pchilik aniqlashi bo'yicha hisob-kitoblarga qaraganda 52 tonnagacha sut berar ekan. 52 tonnagacha 15 yil yoshga misol kirgan semental eng yoshi kattalari 52 tonnagacha hatto sut berar ekan. Shu tomonlarni ham aytib o'tamiz. Birinchi qoringa tuqqan semental, yaxshi toza zotli semental 15 litrdan 20 litrgacha sut beradi birinchi qorin tuqqandan keyin. Undan keyin ikkinchi, uchinchi qorinlarda yana 25, 30, 35 litrgacha bular sutlari ko'tarilib ketaveradi. Endi hozirgi kunda ba'zi katta firmalarda kuzatyapmiz, yemishi, yeydigan narsalar ancha rivojlangani uchun nima deydi, katta semental yoshi kattalari uje 40-45 litrgacha sut berayotgan sementallarni ham misol uchun o'zimiz mana guvohi bo'lyapmiz ba'zi katta firmalarda. Xo'p, bularda buqalarning o'rtacha vazni hisoblanganda 1 tonna 300, 1 tonna 400 gacha mana shu bizning diyorlarda sementallar boryapti. Endi uni sabr qilib, shoshilmasdan o'z ratsioni bo'yicha boqilsa, dashi 2 tonna, 1 tonna 800 gacha ham boradigan buqalar.
Endi ustun yo'nalishga qaytadigan bo'lsak, mana hozirgi kunda ko'ryapsizlar, yem juda rivojlanib ketgan. Har xil o'zini sut ko'paytiradigan kambi ko'rimlari, dorilari yoki biron bir yana yangi yeydigan ko'rimlar chiqyapti. Sigirlarni shunga suti yanada sifatli va ko'proq bo'lib boryapti suti, misol uchun hozirgi kunda simentallarda. O'zi asosan simentallarda sut yo'nalishida fermalarga e'tibor bersalaring, shved, simental asosan sut yo'nalishida sigirlari boqiladi katta fermalarda, juda ko'p joylarda va Kichoni Posterda ham galishterlar sigirlari keladi. Misol uchun Greenfordniki yoki Angusniki yo Avlicoldniki ular sut yo'nalishidagi mol emas, uning sut yo'nalishidagi sigiri yo'q to'g'risi. Ular asosan go'sht yo'nalishida. Endi mana bitta narsaga to'xtalib ketay. Mana shu joyda mana qora simentallarni ham ko'ryapsizlar, ko'rib turgan bo'lsalaring, mana chiqib ketyapti. Qora simental ham bor. Ba'zilar tushunmaganlar misol uchun qora simentalni Choni Posterga yoki Mickey Mouse'ga adashtirib qo'yadi. Yo'q, u ham qora simentallar ham bo'ladi. Ana shunaqangi qora simentallarning ham o'ziga yarasha zoti bor. Xo'p. Akalar, mana xudo xolasa qisqagina sizlarga bir manfaatli video qildik inshaalloh. Ko'p kommentariyada oxirgi paytda o'zimni mana shu qo'yayotgan video, misol uchun kimdirda bor reklama qilib bersam molini kommentariyalar o'qiyapman. Shu Ziyodbek, iloji bo'lsa bozorlardan videolar chiqaring ko'proq. Taroziga buqa narxlarini qo'ying deyotgan ko'p iloji boricha bizga takliflar chiqyapti. Xudo xolasa inshaalloh keyingi haftadan xudo xolasa alohida taroziga buqa narxlari, buqalarning o'zini narxlari qilib chiroyli videolar chiqaramiz akalar. Kommentariyaga yozib ketinglar, keyingi sonda sizlarga qaysi buqa ko'proq qiziqtiradi. O'shani inshaalloh chiqaramiz.